Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mnemonikadagi eng sodda usullardan birini o'rganamiz. Bu usulning nomi qarmoq usuli. Ba'zi manbalarda buni raqam shakl usuli ham deb aytishadi. Bunda biz nima qilamiz? Sonlarni ularga o'xshash bo'lgan narsalarga bog'lab olamiz. Masalan, bir ruchka, ya'ni ruchkaning shakli birga o'xshaydi. 2 oqqush. Oqqushning shakli 2 ga o'xshaydi. 3 svetofor. Svetoforda nechta rang bor? 3 ta. 4 stul. Stulda 4 ta oyoq bor. Ya'ni 4 ta oyoq bo'lgani uchun 4 raqamiga stulni oldik. 5 yulduz. Nega yulduz oldik? Yulduz deganda ko'pchilik 5 qirrali yulduzni tasavvur qiladi yoki 5 yulduzli mehmonxonani. O'shaning uchun 5 raqamiga yulduz so'zini oldik. Davom etamiz. 6 olcha. Ya'ni olchaning shakli rasmga keltirib o'taman. Olchaning shakli 6 ga o'xshaydi. 7 bolta. Boltani tasavvur qiling. Boltaning shakli 7 ni o'zginasi. 8 ko'zoynak. Ko'zoynakni tasavvur qiling. Ikkita oynasi 8 ga o'xshaydi. 9 shar. Sharni tasavvur qiling. 9 ga o'xshaydi. Xo'p, oxirgisi 10. 10 ga biz barmoq so'zini oldik. Ya'ni barmoqlarimiz 10 ta bo'lgani uchun hozir biz 10 ta songa qarmoq so'zlarini oldik. Ya'ni 10 ta qarmoq so'zlarini tuzib chiqdik. Biz buni yana ham davom ettirishimiz mumkin. Qanaqa? 11. 11 ga o'xshash narsani olamiz. Ya'ni ikkita bir hech qachon ikkita ruchka deb olmang. Bu xato narsa. 11 ga o'xshash narsani olamiz. Misol uchun chang'i. Ikkita chang'ini tik holatda qo'ysangiz 11 ga o'xshaydi. 12 soat. Ya'ni uyga ilingan soat nimaga olindi? O'sha 12 ta raqami bo'lgani uchun soat. Va hokazo shunaqa o'xshatishlar bilan davom ettirishingiz mumkin qarmoq usulini. Videoni pauzaga qo'yib, yuqorida keltirilgan qarmoq so'zlarni bir eslab oling. Demak, davom etamiz. Hammasi esingizda turgan bo'lsa, endi bu usulni qanaqa ishlatishni o'rgataman. 10 ta begona so'z beraman, ya'ni 10 ta begona so'zni ko'rsataman. Mana shu so'zlarni biz qarmoq so'zlariga bog'lab eslab qolamiz. Demak, boshladik. Birinchi so'zimiz archa. Archa bilan biz birinchi qarmoq so'zimizni bog'laymiz. Ya'ni birinchi qarmoq so'zimiz qaysi edi? Ruchka. Tasavvur qiling, uyingizda archa bor, yangi yilga bezatmoqchisiz va o'sha archaga, o'sha bezaklarning o'rniga hammasiga ruchka ilib chiqqansiz. Ya'ni ruchka bilan bezatib chiqdingiz. Archani usti to'la ruchka. Demak, birinchi so'zimiz bo'ldi archa. Keyingisi doska. Doskani qaysi qarmoq so'z bilan bog'laymiz? Oqqush. Tasavvur qiling, oqqush sizga dars o'tyapti. Ya'ni doskaga chiqib, marker bilan doskaga yozib, sizga dars o'tyapti. Katta oqqush. Demak, ikkinchi so'zimiz doska bo'ldi. Keyingi so'zimiz, ya'ni uchinchi so'zimiz eshik. Xo'p, eshikni biz bog'laymiz svetoforga. Tasavvur qiling, uyingizdagi eshik chiqmoqchisiz, lekin svetofor o'rnatilgan. Yashil yonganda eshikni ochib chiqishingiz kerak. Demak, hikoya qilib bog'ladik. Uchinchi so'zimiz eshik. To'rtinchisi akula. Akula so'zini biz bog'lashimiz kerak to'rtinchi qarmoq so'zimizga, ya'ni stulga. Tasavvur qiling, stulga akula o'tiribdi. Katta akula. Semiz akula. Xo'p. Demak, to'rtinchi so'zimiz akula bo'ldi. Davom etamiz. Beshinchisi narvon. Va biz buni bog'laymiz yulduz degan qarmoq so'zimizga. Tasavvur qiling, osmonga narvon bilan chiqdingizda hamma yulduzlarni savatingizga terib olyapsiz. Ya'ni osmondan yulduzlarni teryapsiz, narvon bilan chiqib. Bog'ladik. Demak, beshinchi so'zimiz narvon. Keyingi so'zimiz kaktus. Endi biz olchaga bog'laymiz buni. Ya'ni 6-qarmog'imiz olcha edi. Kaktusni har bir tikoniga olchalarni osib chiqing. Qip-qizil bo'lib hamma joyini o'rab oldi. Demak, 6-so'zimiz kaktus. 7-so'zimiz gitara. Gitarani bolta bilan chopib tashladingiz. Boltani olib, gitarani chopib tashladingiz. O'shani tasavvur qiling. Demak, 7-so'zimiz gitara bo'ldi. Davom etamiz. 8-so'zimiz zanjir. Ko'zoynak bilan bog'laymiz. Tasavvur qiling, ko'zoynakni taqyapsiz,
lekin tushib ketib boryapti. Ya'ni tushib ketyapti. O'sha tushib ketmasligi uchun siz qulog'ingizga zanjir bilan bog'lab tashladingiz. Ko'zoynakni zanjir bilan bog'lab tashladingiz. Xo'p, demak, 8-so'zimiz zanjir. 9-si bo'la qolsa mashina. Mashinani sharga bog'laymiz. Tepaga degan multfilm bor, eslasangiz, va o'sha multfilmda uyni ustidan, uyni tomidan sharlarni chiqarib, ular parvoz qilishadi. Xuddi shunday biz ham mashinani lukidan tasavvur qiling, mashinani tepasidan sharlar chiqqan va mashina uchib ketyapti. Shu holatni tasavvur qilsak bo'ladi. Demak, 9-so'zimiz mashina. Va oxirgi so'zimizni aytaman, bu baliq. Endi biz buni barmoqqa bog'laymiz. Tasavvur qiling, hovuchingizga baliqlarni olgansiz va barmoqlaringiz orasidan baliqlar tushib ketyapti. Mana shu holatda tasavvur qilsangiz bo'ladi. Demak, 10-so'zimiz baliq. Mana shu joyda videoni pauzaga qo'yib, qarmoq so'zlarni emas, qarmoq so'zlarga bog'langan so'zlarni bir marta eslab ko'ring. Xo'p, eslab ko'rgan bo'lsangiz, nechta to'g'ri chiqdi buni kommentariyada yozib qoldirsangiz bo'ladi. Kimda nechta to'g'ri chiqqanini bemalol yozishlaringiz mumkin. 10 tadan 10 ta chiqqanlarni tabriklayman. Endi sizlarga vazifa mana shu qarmoq usulidan foydalanib, o'zingizni xotirangizni qaytadan sinab ko'rishingiz mumkin. Ya'ni videoda keltirilgan so'zlardan boshqa 10 ta so'zni olib eslab ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan mashg'ulot bo'ldi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, ulashishni unutmang.